Assalomu alaykum aziz do'stlar va kanalimizning qadrli obunachilari. Bugun men sizlar bilan juda ham dolzarb va shoshilinch bir mavzuni muhokama qilish uchun yig'ildim. Yaqin kunlarda O'zbekistonning millionlab aholisiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan juda muhim qaror qabul qilindi. Bu qaror moliyaviy barqarorligingizga, oilaviy byudjetingizga va hatto kelajakdagi rejaringizga jiddiy o'zgarishlar olib kelishi mumkin. Aytishim mumkinki, mamlakatimiz bo'ylab har bir kishining cho'ntagiga ta'sir qiluvchi bu yangilikni hech kim chetlab o'tmaydi. Ayniqsa ba'zi toifalar uchun bu qo'shimcha to'lovlar sezilarli darajada, ya'ni juda katta miqdorda bo'lishi kutilmoqda. Shuning uchun hozir aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim juda ham muhim. Shoshilinch va siz uchun hayotiy ahamiyatga ega ekanligiga amin bo'ling. Bugungi videomizda Urmaydan boshlab kimlarga eng katta miqdorda qo'shimcha to'lovlar berilishi, bu pulni olish uchun nima qilish kerakligi, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligi haqida barcha tafsilotlarni juda chuqur va atroflicha tahlil qilamiz. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va bu videoga like bosing. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga bunday muhim ma'lumotlarni keng jamoatchilikka yetkazishda katta yordam beradi. Keling, avvalo muammoning ildiziga boraylik. Bunday muhim qarorlar qabul qilinishiga nima sabab bo'ladi? Bundan avvalgi holat qanday edi? An'anaviy tarzda mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimi o'ziga xos mexanizmlarga ega edi. Pensiyalar, nafaqalar va ba'zi ijtimoiy to'lovlar davlat tomonidan belgilangan me'yorlarga muvofiq amalga oshirilardi. Biroq so'nggi yillarda barchamizga ma'lumki, jahon iqtisodiyotidagi murakkab vaziyat, inflyatsiya bosimi, ayrim xalqaro voqealar sababli narx-navoning sezilarli darajada o'sishi kuzatildi. Oddiy xalqning turmush darajasiga bu o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Oziq-ovqat mahsulotlari, kommunal to'lovlar, transport xarajatlari, dori-darmonlar narxi doimiy ravishda o'sib bordi. Bu esa avvalgi to'lovlar miqdorining xarid qobiliyatini ancha tushirib yubordi. Ayniqsa kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bor shaxslar, yolg'iz keksalar, shuningdek davlat budjetdan maosh oladigan ayrim toifadagi xodimlar uchun bu holat juda katta qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Ko'pgina hollarda odamlar o'z daromadlari bilan kunlik ehtiyojlarini qondirishda qiynalishdi. Davlatning ijtimoiy siyosati har doim aholini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lsa-da, mavjud mexanizmlar bu yangi sharoitlarga to'liq mos kelmay qolgan edi. Qisqacha aytganda, tizim bor edi. Ammo u tezkor o'zgarayotgan iqtisodiy realliklarga to'liq javob bera olmasdi. Endi esa nima o'zgardi? Bugungi muhokamamizning eng asosiy nuqtasi mana shu. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yaqinda imzolagan farmoni va hukumatning tegishli qarorlari bilan yangi aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etildi va uning doirasida ijtimoiy himoya qo'shimcha to'lovlari dasturi ishga tushirildi. Bu dastur Urmaydan boshlab kuchga kiradi va uning asosiy maqsadi inflyatsiya ta'sirida xarid qobiliyati pasaygan aholining ayrim toifalarini, ayniqsa eng zaif qatlamlarini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashdan iborat. Bu nafaqat mavjud pensiya va nafaqalarni indeksatsiyalash, balki muayyan mezonlar asosida belgilangan qo'shimcha pul mablag'lari to'platini ajratishni nazarda tutadi. Bu degani, endi sizning daromadingiz faqat belgilangan minimum bilan cheklanib qolmaydi. Balki davlat tomonidan sizning ijtimoiy holatingiz va ehtiyojlaringizni inobatga olgan holda aniq miqdorda qo'shimcha mablag' ajratilishi ta'minlanadi. Bu yangi yondashuv aholining turmush darajasini oshirishga qaratilgan jiddiy qadamdir. Endi esa asosiy qismiga o'tamiz. Kimlarga bu qo'shimcha to'lovlar tegishli? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Bu masalani juda chuqur va batafsil tahlil qilaylik. Birinchi toifa bu kam ta'minlangan oilalar. Agar siz temir daftar yoki ayollar daftarida ro'yxatda turgan bo'lsangiz yoki umuman doimiy daromadingiz tirikchilik minimumidan past bo'lsa, siz ushbu dasturning asosiy benefitsiyarlaridan birisiz. Misol uchun tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi, eri vafot etgan, 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bor bir ayol bor. Uning yagona daromadi bolalar nafaqasi va oilaviy nafaqa bo'lib, umumiy miqdori 800 ming so'm atrofida. Bu mablag' 4 kishilik oilaning kunlik ehtiyojlarini qoplashga mutlaqo yetmaydi. Chunki faqatgina uy ijarasi va kommunal to'lovlarning o'zi uning daromadining katta qismini tashkil qilishi mumkin. Yangi dasturga ko'ra, unga har bir voyaga yetmagan farzand uchun 200 ming so'mdan, shuningdek o'zi uchun 300 ming so'm miqdorida qo'shimcha to'lov ajratilishi ko'zda tutilgan. Bu degani, uning oilaviy byudjeti oyiga yana 700 ming so'mga ko'payadi.
va uning umumiy daromadi 1 million 500 ming so'mga yetishi mumkin. Bu albatta oilaning moddiy ahvolini ancha yaxshilaydi. Bunday toifaga kiruvchi har bir oila ularning tarkibi va daromadlari inobatga olingan holda individual ravishda baholanadi. Masalan, agar oilada 3 nafar bola bo'lsa, bolalar uchun ajratiladigan mablag' 600 ming so'mga yetishi mumkin. Ikkinchi toifa bu nogironligi bor shaxslar. Ayniqsa IVA 2 guruh nogironlari, shuningdek, bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslar. Hozirda ularning nafaqalari, albatta, hayot uchun zarur bo'lgan minimal xarajatlarni ham qoplashga qiynaladi. Misol uchun, guruh nogironligi bo'lgan keksa yoshdagi bir fuqaroni olaylik. Uning hozirgi pensiyasi 1 million 200 ming so'm. Unga doimiy ravishda dori-darmonlar kerak, maxsus parvarish vositalariga ehtiyoji bor. Bu mablag' uning ehtiyojlarini qondirishga qurbi yetmasdi. Endi esa yangi dastur doirasida unga 3 ming so'm miqdorida qo'shimcha to'lov ajratilishi belgilandi. Demak, uning oylik daromadi 1 million 50 ming so'mga yetadi. Bu kabi qo'shimcha mablag'lar ularning dori-darmon xarajatlarini qoplashga, ehtimol maxsus oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga yoki parvarish xizmatlari uchun to'lov qilishga yordam beradi. Bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga ham xuddi shunday. Agar ularga ajratiladigan nafaqa belgilangan minimumdan past bo'lsa, ularga ham shu kabi qo'shimcha to'lovlar beriladi. Uchinchi toifa bu ayrim budjet tashkilotlari xodimlari, ayniqsa tibbiyot sohasida ishlaydigan hamshiralar. Kichik tibbiyot xodimlari, maktablarda xizmat ko'rsatuvchi xodimlar, masalan, farroshlar, qorovullar, ularning maoshlari ko'pincha juda kam bo'lib, o'z oilalarini boqishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishadi. Misol uchun, qishloq maktablaridan birida ishlaydigan farrosh ayolning maoshi 90 ming so'm atrofida bo'lganini tasavvur qiling. Uning yagona daromadi shu. Yangi qarorga ko'ra, agar uning oilaviy ahvoli murakkab bo'lsa va u kam ta'minlangan deb topilsa, unga 2 ming so'm qo'shimcha to'lov berilishi mumkin. Bu uning oylik daromadini 20 million 2 ming so'mga oshiradi. Bu kichikdek tuyulishi mumkin, lekin oyiga qo'shimcha 2 ming so'm, ayniqsa uning kabi kam maosh oluvchilar uchun ancha sezilarli yordam bo'ladi. Yoki qishloq joylardagi poliklinikada ishlaydigan kichik tibbiyot xodimiga 30 ming so'm qo'shimcha to'lov berilishi ko'zda tutilishi mumkin. Bu qo'shimcha to'lovlar ayniqsa maoshlari minimal ish haqidan biroz yuqori, lekin xarid qobiliyati jihatidan yetarli bo'lmagan xodimlar uchun katta yordam bo'ladi. To'rtinchi toifa yolg'iz keksalar va boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu toifadagi fuqarolarimiz ham doimiy e'tiborga muhtoj. Misol uchun, o'g'li vafot etganidan keyin yolg'iz qolgan, nafaqat moddiy, balki ma'naviy yordamga ham muhtoj bo'lgan keksa onaxonzo'r bor. Uning pensiyasi 1 million 300 ming so'm. Unga qo'shimcha ravishda 2 ming so'm ajratiladi. Bu uning oylik pensiyasini 1 million 700 ming so'mga chiqaradi. Bu pul uning uyiga, oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga, kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lashga yoki ba'zi yordamchilarni yollashga yordam beradi. Boquvchisini yo'qotgan oilalar ham shu mezonlarga asosan qo'llab-quvvatlanadi. Masalan, agar ota-onasidan biri vafot etgan bo'lsa va qolgan ota-ona bolalar bilan yakka o'zi qolgan bo'lsa, ularga ham oilaning a'zolari soniga qarab individual qo'shimcha to'lovlar belgilanadi. Bu juda ham muhim. Chunki boquvchisini yo'qotgan oilalar ko'pincha birdaniga katta moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishadi va davlatning bu kabi yordami ularning og'irini yengillatadi. 5-toifa ayrim ixtisosliklardagi yosh mutaxassislar. Ayniqsa hududlarda, qishloq joylarda ishlaydigan yosh o'qituvchilar, shifokorlar, agronomlar va boshqalar. Ularni hududlarga jalb qilish va u yerda ushlab qolish uchun yangi qo'shimcha to'lovlar joriy etildi. Misol uchun, chekka qishloq maktabiga tayinlangan yosh o'qituvchi bor. Uning boshlang'ich maoshi unchalik yuqori emas, taxminan 1 million 800 ming so'm. Yangi dasturga ko'ra, agar u ma'lum bir muddat shu hududda ishlash majburiyatini olsa, unga oyiga 400 ming so'm miqdorida qo'shimcha hududiy motivatsiya to'lovi ajratiladi. Bu uning umumiy daromadini 2 million 200 ming so'mga ko'taradi. Bu yosh mutaxassislar uchun juda katta stimul. Chunki ular endi o'z daromadlari bilan uy-joy ijara haqqi yoki oilaviy xarajatlarni qoplashda ancha qulayroq sharoitga ega bo'lishadi. Ayniqsa, qishloq joylarda uy-joy topish va ijara to'lovlari masalasi yosh mutaxassislar uchun dolzarb muammo hisoblanadi. Bu to'lov ularga shu muammolarni yechishda katta yordam beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu misollar shunchaki namunalar bo'lib,
har bir holat alohida ko'rib chiqiladi va miqdorlar joylardagi hayot darajasi, oilaviy sharoitlar, daromadlar va boshqa ijtimoiy mezonlarga qarab o'zgarishi mumkin. Eng muhimi shundaki, yangi tizim shaffoflikni va adolatni ta'minlashga qaratilgan. Kimdir masalan katta maosh oluvchi bo'lsa va uning oilaviy ahvoli yaxshi bo'lsa, u bu qo'shimcha to'lovlardan umid qilishi shart emas. Chunki bu dastur aynan ehtiyojmand qatlamni qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan. Kimlar tashvishlanishi kerak? Aslini olganda hech kim tashvishlanishi shart emas. Aksincha, agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirsangiz, siz uchun bu katta imkoniyat. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning daromadingiz yetarli bo'lsa, moliyaviy ahvolingiz barqaror bo'lsa, unda siz ushbu dasturning bevosita benefisiari bo'lmasligingiz mumkin. Ammo umuman olganda, bu davlatning ijtimoiy siyosati butun jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki ijtimoiy adolat tamoyillari mustahkamlanadi va aholining xarid qobiliyati umumiy miqyosda yaxshilanadi. Endi esa ikkinchi asosiy qismga o'tamiz. Quyidagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi bu dasturda ham ba'zi jihatlar mavjudki, ularni tushunish juda muhim. Birinchidan, to'lovlar miqdorini aniqlash mexanizmi. Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash jamg'armasi, mahalliy hokimiyat organlari, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligi bilan hamkorlikda ishlaydi. To'lovlar miqdori har bir oilaning, har bir fuqaroning ijtimoiy pasporti asosida. Uning daromadlari, oila a'zolari soni, turar joy sharoiti, yoshi, nogironlik darajasi kabi bir qator mezonlar bo'yicha bog'lanadi. Masalan, bir oila kam ta'minlangan deb topilsa-da, agar uning a'zolaridan bir chet elda yaxshi daromad topib, oilasiga muntazam pul jo'natayotgan bo'lsa, bu holat inobatga olinadi va qo'shimcha to'lovlar miqdori mos ravishda kamaytirilishi yoki umuman berilmasligi mumkin. Bu tuzoq emas, balki adolatli taqsimotni ta'minlash mexanizmi. Sizning ahvolingiz haqida haqqoniy ma'lumot taqdim etishingiz juda muhim. Agar siz soxta ma'lumotlar bersangiz, bu keyinchalik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchidan, murojaat qilish muddati va shartlari. Garchi 20 oydan boshlab to'lovlar boshlanishi kutilayotgan bo'lsa-da, bu dastur doimiy tusga ega. Siz 20 oygacha murojaat qilishga ulgurmasangiz ham tashvishlanishga hojat yo'q. Istalgan vaqtda murojaat qilishingiz mumkin. Biroq shuni unutmangki, pul to'lovlari murojaat qilgan oydan boshlab hisoblanadi. Ya'ni agar siz iyun oyida murojaat qilsangiz, sizga may oyining to'lovi qaytarib berilmaydi. Faqat iyun oyidan boshlab to'lanadi. Bu muhim nuansa. Shuningdek, murojaat qiluvchi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lishi va O'zbekiston hududida doimiy yashash joyiga ega bo'lishi shart. Agar siz chet elda doimiy yashasangiz yoki fuqaroligingiz bo'lmasa, bu dastur sizga tegishli emas. Uchinchidan, qo'shimcha to'lovlarni boshqa nafaqalar bilan birlashtirish. Bu yangi qo'shimcha to'lovlar siz olib turgan boshqa pensiya yoki nafaqalarni bekor qilmaydi. Aksincha, ular mavjud to'lovlarga qo'shimcha hisoblanadi. Masalan, agar siz bolalar nafaqasi olayotgan bo'lsangiz va kam ta'minlangan deb topilsangiz, siz bolalar nafaqasini ham, yangi qo'shimcha to'lovni ham olasiz. Biroq bir xil asosda ikki xil qo'shimcha to'lovni olish mumkin emas. Masalan, agar siz nogironlik bo'yicha nafaqa olayotgan bo'lsangiz va sizga nogironlik uchun qo'shimcha to'lov belgilansa, siz kam ta'minlanganlik uchun alohida boshqa qo'shimcha to'lov olmaysiz. Tizim avtomatik tarzda siz uchun eng maqbul va katta miqdordagi to'lovni hisoblab chiqadi va ajratadi. Bu duplikatsiyaning oldini olishga qaratilgan. 4-dan, ba'zi kutilmagan holatlar. Ba'zan murojaat qiluvchilarning ahvoli va taqdim etgan ma'lumotlari mahalliy o'rganishlar natijasida farq qilishi mumkin. Masalan, qishloqda yashovchi oila kam ta'minlangan deb murojaat qildi. Ular haqiqatan ham shunday tuyuladi. Ammo mahalliy ish guruhi o'rganishlar natijasida oilaning xorijda yaxshi ishlayotgan yaqin qarindoshi muntazam ravishda ularga moddiy yordam ko'rsatib turishini aniqlashi mumkin. Bunday hollarda to'lovlar miqdori qayta ko'rib chiqiladi yoki rad etilishi mumkin. Shuning uchun iltimos, murojaat qilishdan oldin o'zingizning haqiqiy moliyaviy va ijtimoiy ahvolingizni xolisona baholang. Shaffoflik va rostgo'ylik muhim. 5-dan, norozilik va apellyatsiya qilish imkoniyatlari. Agar sizga qo'shimcha to'lov rad etilgan bo'lsa yoki siz belgilangan miqdordan norozi bo'lsangiz, sizda qarorni qayta ko'rib chiqishni so'rash huquqi bor. Buning uchun sizga rad etish sabablari yozma ravishda taqdim etilishi shart. Siz shu asosda yuqori turuvchi organlarga, masalan, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga
yoki mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligining viloyat bo'limlariga apellyatsiya shikoyati bilan murojaat qilishingiz mumkin. Bu mexanizm adolatli qarorlar qabul qilinishini ta'minlashga qaratilgan. Shuni bilishingiz kerakki, sizning huquqlaringiz himoyalangan va har bir holat qonun doirasida ko'rib chiqiladi. Endi esa amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Bu savolga aniq va tushunarli javob berishga harakat qilaman. Birinchi qadam ma'lumot to'plash. Avvalo, o'zingizning hozirgi ijtimoiy holatingizni baholang. Yuqorida sanab o'tilgan toifalardan biriga kirishingizni his qildingizmi? Agar ha bo'lsa, sizga qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkinligi haqida boshlang'ich ma'lumotlarni yig'ib oling. Odatda bu pasport nusxasi, nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma agar mavjud bo'lsa, ish joyidan maosh to'g'risida ma'lumotnoma agar ishlasangiz, oxirgi 6 yoki 12 oy davomidagi oilaviy daromadlar haqidagi ma'lumotlar va uy kitobi yoki kadastr hujjatlari kabi asosiy hujjatlar bo'ladi. Agar siz kam ta'minlangan deb ro'yxatda turgan bo'lsangiz, bu haqidagi ma'lumot ham muhim. Ikkinchi qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Siz asosan 3 ta asosiy joyga murojaat qilishingiz mumkin. Bu sizning holatingizga bog'liq birim. Mahalla fuqarolar yig'ini, agar siz kam ta'minlangan oila. Yolg'iz keksa yoki boquvchisini yo'qotgan oila toifasiga kirsangiz, birinchi navbatda o'zingiz yashayotgan mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilishingiz kerak. U yerda sizga ijtimoiy masalalar bo'yicha mutaxassis yordam beradi. U sizdan barcha kerakli ma'lumotlarni qabul qilib, tegishli sharhni to'ldirishga yordam beradi va sizning arizangizni mahalliy komissiyaga taqdim etadi. 2. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Agar siz nogironlik bo'yicha nafaqa oluvchi bo'lsangiz yoki sizning ahvolingiz pensiya tizimi bilan bog'liq bo'lsa, siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizning ma'lumotlaringizni tekshiradi va qo'shimcha to'lovlarni belgilash bo'yicha ko'rsatmalar beradi. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Agar siz budjet tashkilotida ishlovchi xodim bo'lsangiz yoki murojaat qilish joyini aniq bilmasangiz, eng yaqin davlat xizmatlari markaziga borishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizning holatingizni o'rganib chiqib, qaysi organga murojaat qilishingiz kerakligini aniqlashda yordam berishadi va kerakli hujjatlarni tayyorlashda maslahatlar berishadi. Markazlar ko'pincha bir darcha tamoyili asosida ishlaydi va jarayonni soddalashtiradi. 3-qadam, arizani qanday yozish kerak? Aksariyat hollarda murojaat qilish uchun maxsus shakldagi ariza blankalari mavjud. Sizga faqatgina shaxsiy ma'lumotlaringizni, oilaviy ahvolingizni va qo'shimcha to'lovga ehtiyojingizni ko'rsatgan holda blankani to'ldirish kifoya. Mahalladagi mas'ul xodimlar yoki DXM xodimlari sizga bu borada to'liq yordam ko'rsatishadi. Aytishim kerakki, arizada o'zingizning moliyaviy va ijtimoiy ahvolingizni iloji boricha batafsil va rostgo'y yoritib berishingiz juda muhim. Misol uchun, agar sizning qarindoshlaringizdan kimdir sizga muntazam pul yuborsa, bu haqida ham arizada aks ettirish tavsiya etiladi. 4-qadam, hujjatlarni topshirish va natijani kutish. Kerakli hujjatlarni to'plab, arizani to'ldirganingizdan so'ng ularni tegishli organga topshirasiz. Sizga arizangiz ro'yxatga olinganligi haqida xabar beriladi. Qaror qabul qilish muddati qonun hujjatlarida belgilangan bo'lib, odatda 25 ish kunidan oshmaydi. Bu muddat ichida sizning arizangiz ko'rib chiqiladi. Mahalliy komissiya sizning yashash joyingizda o'rganishlar olib borishi mumkin. Yoki ma'lumotlar bazalaridan o'zingizning va oila a'zolaringizning daromadlari haqidagi ma'lumotlar tekshiriladi. Natijada sizga qo'shimcha to'lov tayinlanganligi yoki rad etilganligi haqida yozma xabar keladi. Agar tayinlangan bo'lsa, pulni qachon va qanday olishingiz haqida ham ma'lumot beriladi. Odatda to'lovlar sizning plastik kartangizga yoki pensiya jamg'armasidan olish mumkin bo'lgan usulda amalga oshiriladi. 5-qadam, o'zgarishlar haqida xabar berish. Agar sizga qo'shimcha to'lovlar tayinlangandan so'ng sizning oilaviy yoki moliyaviy ahvolingiz sezilarli darajada o'zgarsa, masalan, oila a'zolaridan kimdir ishga joylashsa yoki daromadlari sezilarli oshsa, yoki oila a'zolari soni o'zgarsa, bu haqida tegishli organga darhol xabar berishingiz shart. Bu majburiyatdir. Chunki dastur ehtiyojmandlarga yordam berishga qaratilgan bo'lib, o'zgargan sharoitlarga qarab to'lovlar miqdori qayta ko'rib chiqilishi yoki umuman bekor qilinishi mumkin. Bu harakat ijtimoiy adolat tamoyilini saqlash uchun muhim.
Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugungi videomizda biz sizga Irmaydan boshlab kuchga kiradigan yangi qo'shimcha to'lovlar tizimi haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildik. Bu davlatimiz tomonidan aholining turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan g'amxo'rlikning yana bir yaqqol ifodasidir. Agar siz o'zingizni yuqorida sanab o'tilgan toifalar qatorida ko'rsangiz, iltimos ushbu imkoniyatdan foydalanishga harakat qiling. Hujjatlaringizni to'plang. Kerakli joyga murojaat qiling va o'zingizning huquqlaringizni biling. Bu juda ham muhimdir. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob topdingiz. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Har bir savolingizga javob berishga harakat qilamiz. Videomizga like bosishni unutmang va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz sizga doim shunday dolzarb va hayotiy muhim ma'lumotlarni yetkazib berishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.